Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan kvant sonlar mavzusini ko'rib o'tamiz. Kvant sonlar mavzusini tushunishdan oldin elektronlarni atom orbitallarda joylashini bir yaxshilab esga olamiz. Xo'p, orbital nima? Orbital elektronni harakatlanish ehtimoli 90% bo'lgan fazoga orbital deyilar ekan. Keling, quyida biz o'zimiz tasavvurimizcha yadro va yadroning atrofidagi qobiqlarni ko'rib chiqamiz. Demak, mana bu yerda yadro joylashgan. Yadroning atrofida qavatlar bor, pog'onalar bor va pog'onachilar bor. Bu yerda demak 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d va hokazo shu tartibda pog'onachilar joylashgan va pog'onachilar yig'ilib pog'onani hosil qilar ekan. Demak, birinchi pog'onada bitta pog'onachi bor, ikkinchi pog'onada ikkita pog'onachi bor, 2s va 2p, uchinchi pog'onada 3s, 3p, 3d, to'rtinchi pog'onada 4s, 4p, 4d va 4f pog'onachilar mavjud ekan. Bu ketma-ketlikdan xulosa qilishimiz mumkinki, ya'ni pog'ona raqami pog'ona soni nechiga teng bo'lsa, pog'onachilar soni shuncha bo'lar ekan. Aytaylik, 5-pog'ona bo'ladigan bo'lsa, pog'onachilarimiz 5 dan tashkil qilar ekan. Mana birinchi pog'onada bitta pog'onachi bor, uchinchi pog'onada 3 ta pog'onachi bor. Demak, shunaqa xulosa chiqarishimiz mumkin ekan. Demak, elektronlarimiz yadro atrofida mana shu qobiqlarda nima qilar ekan? Qavatlarda, pog'onachilarda harakatlanar ekan. Shu o'rinda demak, eslab o'tishimiz kerak elektronning energiyasi va yadro bilan bog'lanish energiyasi. Elektronning energiyasi nima? Ya'ni, qarang, mana bu yerda yadro bo'ladigan bo'lsa, yadro bilan mana shu yerda bitta elektron joylashyapti. Oradagi masofa qisqa. Ya'ni qavatchalar qanchalik yadroga yaqin bo'ladigan bo'lsa, o'sha qavatchada joylashgan elektronning energiyasi yadro bilan bog'lanish energiyasi katta bo'ladi. Elektronning xususiy energiyasi esa kichkina bo'ladi. Ya'ni, qarang, o'zi yadro bilan tortish kuchlari bo'ladi. Yadro bilamiz musbat zaryadli, ya'ni yadroda nima joylashgan? Protonlar, musbat zaryadli protonlar joylashgan, elektron esa manfiy zaryadli. Fizika kursdan ma'lumki, musbat va manfiy zaryadli zaryadchilar bir-biriga tortiladi. Zaryadlar. Xuddi shunday, demak, bu birinchi, ya'ni yadroga yaqin joylashgan pog'onachilardagi elektronlar yadro bilan bog'lanish energiyasi katta bo'ladi. Lekin elektronning xususiy energiyasi esa kichkina bo'ladi. Mana bu yerga qarab, bu tarafga qarab, elektronning yadro bilan bog'lanish energiyasi kuchsizlanib boradi, kichrayib boradi va elektronning xususiy energiyasi oshib borar ekan. Keling, buni hayotiy misol bilan tushuntirishga harakat qilaman. Faraz qiling, siz 9-sinf o'quvchisi bo'ldingiz. 8-sinfgacha ota-onangiz bilan, yaqinlaringiz bilan birga yashardingiz. 9-sinfni bitirgandan so'ng aytaylik, kollejga, akademik litseyga topshirdingiz va o'sha jarayonda siz litseyga, kollejga borganingizdan keyin sizni o'zingizni bemalol xohlagancha harakatlanish ehtimolingiz yuqoriroq bo'ladi. Ya'ni o'zingizni erkinligingiz o'zingizning qo'lingizda yuqoriroq bo'ladi. Ota-onangiz bilan birga yashaganingizda albatta sizni ota-onangiz doimiy nazorat ostida ushlab turadi. Buni mana bu yerdagi elektronni, ya'ni siz 9-sinfgacha bo'lgan holat deb qabul qilsak, ya'ni mana bu yadro ota-onangiz bo'lsa, qanchalik mana ota-onangizga yaqin turib birga yashayapsiz va sizni doimiy nazorat qilib boradi. Qayerga boryapti, qayerdan kelyapti. Mana bu siz kollejga yoki litseyga bordingiz, ya'ni sizni nazorat qilish ehtimoli kamayadi, ya'ni o'zingizning erkinligingiz ortadi. Keling, bitta shu orada misol ko'rib chiqamiz. Quyida bizga orbitallar berilgan 3p, 4s, 4f va 2p. Ushbu qavatlardagi harakatlanadigan elektronlarning energiyasi qanday tartibda o'zgaradi va ya'ni oshib borish tartibida joylashtiramiz. 3p, 4s, 4f, 2p. Demak, elektronning energiyasi oshishi uchun elektron yadrodan ancha uzoqda joylashishi kerak. Demak, yadroga yaqinlardan boshlab tera boshlaymiz. Demak, yadroga bularning ichida eng yaqin 2p ekan. Birinchi 2p. 2pdan keyin demak, qarang, mana 2p, 2pdan keyin demak 3p. 3pdan keyin demak mana 4s. 4sdan keyin 4f. Demak,
bu ko'rinishda, bu tartibda elektronning xususiy energiyasi oshib boradi. Pastdan yozadigan bo'lsak, endi yadro bilan bog'lanish energiyasi esa xuddi shunga teskari holatda bo'lar ekan. 2p, 3p, 4s, 4f holatda joylashar ekan. Ya'ni bu yadro bilan bog'lanish energiyasi. Yadro bilan bog'lanish energiyasi elektronning xususiy energiyasi bu tartibda ortib boradi. Buni teskari holatdagisi esa yadro bilan bog'lanish energiyasi bu holatda esa bu holatga teskari holatga oshib borar ekan. Demak, yana xulosa qilib aytamiz. Elektron yadrodan qanchalik uzoqda joylashgan bo'lsa, elektronning xususiy energiyasi ortadi, yadro bilan bog'lanish energiyasi esa kamayar ekan. Aksincha, yadroga yaqin joylashadigan bo'lsa elektronimiz, yadro bilan bog'lanish energiyasi ortadi, lekin elektronning o'zining xususiy energiyasi esa kamayar ekan. Bu mavzumiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi kvant sonlar mavzusini boshlaymiz. Xo'p, kvant sonlar nima uchun aynan biz kvant sonlar mavzusini o'rganishimiz kerak? Nimaga kerak? Demak, atom orbitallarda elektronning holatini xarakterlash uchun, tavsiflash uchun deymiz. O'sha kvant sonlar tushunchasini fanga kiritilgan. Birinchi marta 1913-yilda Niels Bohr tomonidan taklif etilgan. Kvant sonlarimiz 4 ta: bosh kvant son, orbital kvant son, magnit kvant son va spin kvant son. Keling, quyida endi siz bilan har bitta kvant songa ta'rif berib, uni o'rganishga harakat qilamiz. Kvant sonlar 4 xil bo'ladi: bosh kvant son, orbital kvant son, magnit kvant son va spin kvant son. Va har biriga ta'rif berishga harakat qilamiz. Demak, bosh kvant son n harfi bilan belgilanadi. U 1, 2, 3, 4, 5, 6 va hokazo shunday qiymatlarni qabul qilar ekan. Bu raqamlar o'sha elektronni o'sha element qaysi davrda joylashganini bildiradi. Masalan, aytaylik, n 2 ga teng bo'lsa, ikkinchi davr elementi, n 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, birinchi davr elementi hisoblanadi. Ikkinchi xususiyati, bosh kvant son ikkinchi xususiyati elektronning energiyasini ham ifodalaydigan kattalik hisoblanar ekan. Uchinchisi, yana bitta xususiyatlardan bittasi, elektron yadrodan qancha masofa uzoqda joylashganini ham ko'rsatadi. Keyingi kvant sonimiz orbital kvant son. Orbital kvant son L harfi bilan belgilanadi. Orbital kvant son demak elektron bulut shaklini ifodalaydi. Elektron bulut shaklini ifodalaydi. Va elektronning energiyasini ham ifodalaydigan kattaligi ekan. Orbital kvant son doim bosh kvant sondan bitta kam qiymatni qabul qiladi, ya'ni n-1 ga teng. Mana bu yerda esa o'sha har bitta pog'onachadagi, ya'ni orbitallardagi, undan oldin mana buni tushuntirib o'taylik. Demak, elektronlar yadro atrofida turli xil shaklda harakatlanar ekan. Agar elektron yadro atrofida sferik shakl hosil qilib harakatlansa, bunday atom orbitallar yoki elektronlar s elektronlar deyiladi. Gantel hosil qilib harakatlanadigan bo'lsa p elektronlar, qo'sh gantel hosil qilib harakatlansa d elektronlar, ko'p gantel hosil qilib harakatlansa esa f elektronlar hisoblanar ekan. Keling, har bitta mana bu s, p, d, f orbitallarni qancha elektronlar ketishini aniqlab chiqaylik. Demak, o'rniga qo'yamiz. L teng bo'lsin 0 ga. L qiymatlarini qabul qiladi. L 0, 1, 2. Ya'ni biz yuqorida aytdik-ku, bu qiymatlar qayerdan kelgan degan fikr savol tug'ilishi mumkin sizda. Masalan, n 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, n-1 dedik-ku qiymatini. Endi bu yerda 1 ga teng deb oladigan bo'lsak, 1 dan 1 ni ayirsangiz 0 bo'ladi. Mana shunda L 0 ga teng bo'lyapti. Endi n 2 ga teng bo'lsa, demak 2 dan 1 ni ayirasiz, L 1 ga teng bo'lyapti. 1 shu yerdan keldi, xuddi shu tartibda. L demak 0, 1, 2, 3, 4 dan bo'lishi mumkin, 5 ketaveradi. Qiymatlarni qabul qiladi. Demak, bu orbital kvant sonni harflarda ifodalanishi, bu esa raqamlarda ifodalanishi ekan. Agar L 0 ga teng bo'lsa, bu s elektron.
L 1 ga teng bo'lsa P elektron, L 2 ga teng bo'lsa D, L 3 ga teng bo'lsa F, L 4 ga teng bo'lsa J, 5 ga teng bo'ladigan bo'lsa H bo'ladi. Endi bu formuladan foydalanib, o'sha orbitallarda maksimal nechta elektron bo'lishini hisoblab chiqamiz. Formulaga qo'yamiz. Keling, mana D dan boshlaymiz. 2 qavs ichida 2 ko'paytirilgan L ning qiymati bizda bu yerga 2 ga teng. Mana formulaga qo'yapmiz. Ko'paytirilgan 2 plus 1. 2 kare 2 4, 4 ga 1 ni qo'shsak 5, 5 ni 2 ga ko'paytirsak 10 ta. Demak, maksimal D qavatga 10 ta elektron ketar ekan. P ni ko'rib chiqadigan bo'lsak, formulaga qo'yadigan bo'lsak, demak 2 qavs ichida 2 ko'paytirilgan 1 plus 1. 2 kare 1 2, 2 ga 1 ni qo'shsak 3, 3 ni 2 ga ko'paytirsak 6. Va xuddi shu tartibda hisoblaydigan bo'lsak, S ga 2 ta ketadi, F ga 14 ta, J ga, demak J ni hisoblaylik, 2 ko'paytirilgan 4 plus 1. 2 kare 4 8, 8 ga 1 ni qo'shsak 9, 9 ga 2 ga ko'paytirsak 18 ta elektron ketar ekan. Mana bu yerga ham yozib qo'yishimiz mumkin. Demak, S ga 2 ta elektron sig'adi maksimal, P ga 6 ta, D ga 10 ta, F ga esa 14 ta elektron ketar ekan. Demak, tushunarli bo'ldi. Yana bir takrorlab olamiz. Yaxshiroq esingizda qolishi uchun orbital kvanson L harfi bilan belgilanyapti. Elektron bulut shaklini ifodalaydi. Demak, elektron yadro atrofida sferik shakl hosil qilib harakatlansa bu S, gantel hosil qilib harakatlansa P, qo'sh gantel bo'lsa D va ko'p gantel bo'ladigan bo'lsa F holatda F orbital hisoblanar ekan. Orbital kvanson boshqa kvansondan bitta kam bo'ladi. Elektron bulut shaklini ifodalaydi va elektronning energiyasini bildirar ekan. Bu esa o'sha orbitallarga maksimal nechta elektron ketadi? Ya'ni bunday bo'lganda pog'onachalardagi elektronlar soni hisoblash formulasi. Formulaga qo'yib hisoblaganimizda har doim S ga 2 ta maksimal, P ga 6 ta, D ga 10 ta, F ga 14 ta elektron ketar ekan. Keyingi kvansonimiz bu magnit kvanson. Magnit kvanson, xo'p, o'sha element atomi magnit maydonga kiritilganda qanday holatni, demak, magnit maydonida qanday holatga o'zgarishini bildiradi. Magnit maydonga kiritilgandagi holatini bildiradi. Va o'sha magnit kvansonimiz minus L dan plus L gacha bo'lgan qiymatlarni qabul qiladi. Buni oddiy tilda tushuntiradigan bo'lsak, ya'ni elektron aynan qaysi katakchada joylashganini bildiradi. Shu o'rinda eslatib o'tishim kerak. Keling, mana bu yerga yozamiz. Elektronlarni strelka bilan belgilaymiz. Hurmatli tinglovchilar, strelka bilan belgilaganimizda bitta yacheykachaga maksimal 2 ta elektron ketadi. 2 ta elektron ketadi. Endi qarang, bitta yacheykaga 2 ta elektron ketadigan bo'lsa, mana S da 2 ta elektron ketadi, shuning uchun bitta yacheyka. P da 6 ta elektron ketadi. 3 ta. Ya'ni har bittasi 2 tadan ketadigan bo'lsa, 6 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsa, 3 ta yacheykasi bor ekan. D da 5 ta, F da esa 14 ta. Va o'sha orbitallarda qiymatlarini qo'yib olamiz. Ya'ni L biz aytgan 0 ga 1, 2, 3, 4 ga teng bo'lishi mumkin dedik. Magnit kvanson esa o'sha L ning qiymatiga o'xshash qiymatlarni qabul qiladi, faqat manfiy yoki musbat bo'lishi mumkin. Demak, agar katakchamiz bitta katakdan iborat bo'ladigan bo'lsa, 0 qo'yamiz. Demak, P orbitalda o'sha P qavatda 3 ta yacheyka bor. O'rtasini topib olamiz har doim. O'rtasiga 0, bu tarafga minus 1, bu minus 2. Demak, buni ham o'rtasi 0, minus 1, minus 2. 1, 2. Demak, F da xo'p, F da 7 ta katakcha bo'lishi kerak. 0, minus 1, minus 2 va minus 3 qiymatlarini qabul qilyapti. Bu 1, 2, 3. Hurmatli tinglovchilar, buni oddiy tilda tushuntiradigan bo'lsak, demak, magnit kvansonni eng muhim xoslatlaridan, ya'ni xususiyatlaridan deymizmi bittasi, elektronimiz aynan qaysi katakda joylashganini bildiradi. Ya'ni bizga magnit kvansonni qiymatlarini beradi va o'sha qiymatlar bo'yicha biz elektron qaysi yacheykada joylashganini ko'rishimiz mumkin. Keling, shu yergacha yozganlarimizni bir sarhisob qilamiz. Demak, bizga berilgan bo'lsa 3 P
3 desin. Demak, biz bilmaymiz bu qaysi element ekanligini. Ushbu oxirgi elektronlar shu bilan turgan elementning kvant sonlarini aniqlang deyapti. Undan yuqorida biz darsimiz boshlashdan oldin sizga o'sha elektronlarni atom yadrosi joylashish tartibini ko'rgandik. Mana bu qavat raqami, mana bu qavatcha raqami. Biz aytdik, qavat raqami n bildiradi. Demak, mana bu yerda mana ko'rib chiqargan bo'lsak, n 3 ga teng ekanda. Demak, bu yerda 3 n 3 ga tengligini p endi demak p bo'lish uchun l 1 ga teng ekan. Bu yerda bosh kvant soni 3 ga teng, L esa 1 ga teng bo'lyapti. Keyingisi magnit kvant son, ya'ni magnit kvant sonda yuqorida aytib o'tganimizdek, elektron aynan qaysi yacheykada katakchada joylashganini ko'ramiz. Bizga aytayapti P 3 ga teng bo'lsin. Buning uchun, demak, P orbitalni katakchasini chizib olamiz va 3 ta elektron joylashtiramiz. 1 2 3 va oxirgi elektronimiz -2 katakchada joylashyapti. Demak, ml -2 ga teng bo'lyapti. Va oxirgisi spin kvant sonni tahlil qilamiz. Spin kvant son. E'tibor bering, oxirgi elektronimiz +1/2 bo'lyapti. Yuqoriga qarayapti, chunki biz aytgandik, agar elektron soat strilkasi bo'ylab harakatlansa, +1/2 strilka yuqoriga qaraydi. Demak, hurmatli tinglovchilar, buni umumlashtiradigan bo'lsak, 3p3 dagi o'sha elementning oxirgi elektroni uchun kvant sonlarini aniqlaganimizda n 3 ga teng, L 1 ga teng, ml -2 ga teng, m spin +1/2 ga teng. Mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi siz bilan masalalarni ko'rib chiqamiz. Masala yechishdan oldin keling, elektron to'lib borish tartibida bir qancha qoidalar berilgan. Ushbu qoidalarni ko'rib chiqamiz. Demak, bulardan birinchi bular quyidagilar: Klichkovskiyning birinchi, ikkinchi qoidasi, Gund qoidasi va Pauli prinsipi. Keling, tartib bilan shularni ko'rib chiqamiz. Klichkovskiyning birinchi qoidasi: atomda elektronlar to'lib borish tartibida n + n yig'indisi, demak, ortib borish tartibida to'ladi. Buni misol bilan tushunib ko'ramiz. 3d va 4s orbitali berilgan. Qaysi biri birinchi to'ladi? Demak, 3d uchun aniqlaymiz. 3d uchun buni bosh kvant soni 3 ga teng, orbital kvant soni esingizda bo'lsa, yozgandik. L 0 ga teng bo'lsa 1, L 1 ga teng bo'lsa L 0 ga teng bo'lsa S, L 1 ga teng bo'lsa P, L 2 ga teng bo'lsa D. Bizda P orbital bo'lgancha L ning qiymati demak 1 bo'lyapti. Ikkalasining yig'indisi 4 qiymatini beryapti. Xuddi shunday qilib keyingi orbitalimizni ham ko'rib chiqamiz. 4 0. Ikkalasini qo'shsak 4 bo'ladi. Qaytadan boshlaymiz. Boshqa aniq qo'yibman bunga. 3d 3. Demak, hurmatli tinglovchilar, o'sha atomda elektronlarning to'lib borish tartibi bir qancha qonun qoidalariga asoslanadi. Bular Klichkovskiyning birinchi, ikkinchi qoidalari, Gund qoidasi va Pauli prinsipi. Demak, Klichkovskiyning birinchi qoidasi nima deydi? Atomda, atom orbitallarida elektronlarning to'lib borish tartibi n + l yig'indisi qiymati oshib borish tartibida to'ladi. Keling, ikkita orbitalni misol qilib tushuntirib o'tamiz. Bizga berilgan 3d va 4p orbital qaysi biri birinchi to'ladi va ular uchun tegishli bo'lgan kvant sonlar qiymatini aniqlaymiz. Demak, 3d da bosh kvant soni 3 ga teng, orbital kvant soni d demak 2 bo'ladigan bo'lsa, xudoyim-ey. Yana hurmatli tinglovchilar, atom orbitallarida elektron to'lib borish tartibi bir qancha qonun qoidalariga asoslanadi. Bular Klichkovskiyning birinchi, ikkinchi qoidasi, Gund qoidasi, Pauli prinsipi. Ularni ketma-ketlikda bir tahlil qilib chiqamiz. Demak, Klichkovskiyning birinchi qoidasi nima deydi? N + l yig'indisi ortib borish tartibida to'ladi. Atom orbitallarida elektronning to'lib borish tartibi n + l yig'indisi ortib borishda to'ladi. Keling, buni tahlil qilamiz. 3d va 4s orbitallar bor. Qaysi biri birinchi to'ladi? Demak, bunda bosh kvant soni 3 ga teng, orbital kvant soni d uchun nechaga teng bo'lyapti? 2 ga teng bo'lyapti. 3 ga 2 ni qo'shsak 5 bo'lyapti yig'indimiz. Keyingisi 4s ni ko'ramiz. Buni bosh kvant soni 4 ga teng, s bo'lish uchun l demak 0 ga teng bo'lar ekan. 4 ga 0 ni qo'shsak 4. Yuqorida aytdik, n + l yig'indisi ortib borish tartibida to'ladi. Demak, birinchi 4s to'lar ekan, keyin 3d orbital to'lar ekan. E'tibor bering, mana bu yerda yozganimizda 3d dan
4s uchida ketma-ketlikda e'tibor beradigan bo'lsak, mantiqqa yondashadigan bo'lsak, birinchi uchida, keyin 4s to'lishi kerak, lekin mana bu qoidaga asosan birinchi 4s, keyin uchida to'lar ekan. Ikkinchi qoidasi, agarda n plus l yig'indisi teng bo'lib qolsa, bunda bosh kvant soni kichigiga to'ladi. Buni ham misol bilan tahlil qilib chiqamiz. Demak, 4f uchun ko'ramiz. Bosh kvant soni 4 ga teng, orbital kvant soni f bo'lganda l 3 ga teng bo'ladi. Demak, 4 ga 3 ni qo'shsak 7 bo'lyapti. Endi xuddi shunday qilib 6p ni ham tahlil qilamiz. Bosh kvant soni 6 ga teng. Demak, p orbitalimiz 1 ga teng. Qo'shsak 7. E'tibor bering, ikkalasini ham kvant sonlar yig'indisi 7 ni ga teng bo'lyapti, lekin ana shunaqa vaziyatda kvant soni, bosh kvant soni kichigi birinchi to'ladi. 4f 6p dan, demak bosh kvant soni kichkina, shuning uchun demak birinchi 4f, keyin 6p to'lar ekan. Ushbu qoidalarni tahlil qilganimizdan so'ng elektron to'lib borish tartibi xuddi shu tartibda bo'lar ekan. Xo'p, keyingi qoidalarimiz Gund qoidasi va Pauli prinsipi. Gund qoidasi nima deydi? Ba'zi adabiyotlarda Gund qoidasi ham deb yozilgan. Spinlar yig'indisi maksimal qiymatga ega bo'lganda atom energetik afzallikka ega. Keling, azotni tashqi pog'onasidagi 2p3 qavatdagi elektronlarni yacheykalarga joylashtirib chiqamiz. Demak, 2p3 dagi elektronlarni joylashtirib chiqishimiz mumkin. Birinchi holatda birinchi elektronlar bittadan to'ldiraylik. Birinchi yuqoriga pastga qaradi va bitta yuqoriga qaradi. Jami elektronlar soni 3 ta bo'ldi. Ikkinchi holatda esa har bitta kattakka bittadan elektron joylashtirib chiqamiz. Undan yuqorida o'tdik siz bilan spin kvant sonlarini topishni. Bu yerda spin deyapti. Shuning uchun shunga e'tibor beramiz. Demak, elektronimiz tepaga qaraydigan bo'lsa +1/2 dedik, pastga qaraydigan bo'lsa -1/2 qiymat beramiz. Ya'ni bu degani yarim degani-da, to'g'rimi? 1 ga bo'lsa yarim. Demak, yuqoriga qarayapti plus yarim, pastga qarayapti minus yarim va yana yuqoriga qarayapti plus yarim. Demak, plus bilan minus qisqarib ketdi. Umumiy bu orbitaldagi elektronlar yig'indisi, spinlar yig'indisi yarim qiymatga teng bo'ldi. Keyingisini ko'ramiz. Bu ham yarim, ya'ni +1/2, bu ham yarim va mana bu ham 0.5. Uchilasini qo'shsak spinlar yig'indisi 1,5 ni tashkil qilyapti. Gund qoidasi aytayaptiki, ya'ni spinlar yig'indisi maksimal qiymatga ega bo'lganda atom energetik afzallikka ega. Demak, bu yerda yarim, bu yerda 1,5 bo'lgani uchun bu holat noto'g'ri. Bunaqa holatda to'ldirish, mana bu holatda to'ldirish to'g'ri holat hisoblanar ekan. Keyingi qoidamiz Pauli prinsipi. Ya'ni nima deydi bunda? Atomda to'rtala kvant soni bir xil bo'lgan ikkita elektron bo'lishi mumkin emas. Keling, geliy atomidagi s orbitaldagi ikkita elektronni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi elektron mana kattaga chizib olamiz. Birinchi elektron va ikkinchi elektron. Mana bu birinchi, mana bu ikkinchi elektron. Va har bir elektronlar uchun kvant sonlar qiymatini topib chiqamiz. To'rtala kvant son uchun ham n, l, ml va m spin. Demak, e'tibor bering, mana bu s. Ikkalasini ham bosh kvant soni ikkalasini ham bosh kvant soni 1 ga teng. Ya'ni birinchi qavatda joylashgan. Shuning uchun n bu ham 1, bu ham 1. Orbital kvant soni. Orbital kvant soni yana eslaymiz, hurmatli tinglovchilar, L 0 ga teng bo'lsa S edi-ku. Demak, bu ham S qavatda joylashgan, bu elektron uchun ham L qiymati 0 ga va bu elektron ham uchun ham 0 ga teng. Magnit kvant son. Magnit kvant soni chizganimizda sizga aytgandik, o'sha yacheykadagi tagidagi qiymatlarni yozamiz. S bitta katak bo'lgani uchun 0 qiymat. Ikkalasi ham bittani shu 0 qiymatga ega bo'lgan katakchada turibdi. Shuning uchun bu ham 0, bu ham 0. E'tibor beradigan bo'lsak, ikkala elektron uchun ham uchala kvant soni bir xil bo'lyapti. To'rtinchisini ko'ramiz. Birinchi va spin qiymatini ko'rib chiqamiz. Yuqoriga qaraganicha +1/2, pastga qaraganicha -1/2. E'tibor bering, kvant sonlarda o'sha Pauli prinsipida ikkala elektronni to'rttala kvant soni ham bir xil bo'lishi mumkin emas. Hech bo'lmaganda bitta kvant soni bilan farq qilyapti. Ya'ni spin kvant soni bilan. Pauli prinsipi xuddi shu narsani tushuntirib beradi. Masalalar ishlashni boshladik. Bizga berilyapti. Demak, quyida to'rttala kvant soni
ma'lum bo'lgan elementni topishimiz kerak. Bosh kvant soni 2 ga teng, orbital kvant soni 1 ga teng, magnit kvant soni -1, spin kvant soni +1 taqsim 2 ga teng ekan. Demak, bu ikkinchi davr elementi ekan. Qavat raqamini aniqlab oldik. L 1 ga tengligidan P element ekanligini topib oldik. Ml -1 deyapti. Demak, mana shu yerga kelganda o'sha qaysi qavat bo'ladigan bo'lsa, o'sha qavatni yacheykalarni chizib olamiz. P da 3 ta qavat yacheykachasi bor. Demak, 0 -1 1. Magnit kvant soni -1 deyapti. Ya'ni elektron, oxirgi elektron mana bu yerda joylashgan. Va spin kvant sonidan foydalanib elektronimiz yuqoriga qaraganini bilib oldik. Demak, 2p1 bo'lgan ekan. Yozamiz. 1s2, 2s2, 2p1. Ya'ni tartib raqami 5 ga teng bo'lgan element. Adashmasam bu bor elementi edi. Bor elementi ekanligini topib oldik. Bu xuddiki siz haqingizda ma'lumot beriladi yoki biron inson haqida ma'lumot beriladi va o'sha ma'lumotlar orqali bu kimligini topishga o'xshaydi. Xo'p, keyingi masalamiz aytayapti, galliy atomining valent elektronlari uchun kvant sonlarini toping deyapti. Valent elektronlar haqida ham ozroq tushuncha beramiz. Valent elektronlari reaksiyada qatnashishi mumkin bo'lgan, ishtirok eta oladigan elektronlar. Ya'ni tashqi pog'ona elektronlar hisoblanadi. Galliy 3 guruh elementi 4s2, 4p1. Demak, shu tarzda elektron konfiguratsiyaga ega va ularning elektronlarini joylashtirib chiqamiz. Demak, 4s da 2 ta elektron bor ekan. 4p da bitta elektron mavjud ekan. Demak, mana bu birinchi elektron, mana bunisi ikkinchi elektron va mana bunisi uchinchi elektron hisoblanar ekan. Mana 3 ta elektron yozib oldik. Bosh kvant soni birinchi elektron uchun mana e'tibor bering 4 turibdi. Demak, birinchi elektron uchun bosh kvant soni 4 ga teng. Ikkinchi elektronimiz ham xuddi shu katakda, bu ham 4 ga teng. Uchinchi elektronimiz ham bosh kvant soni 4 ga teng. Orbital kvant soni, demak, s bo'lgani uchun L0 bo'lsa s, L1 bo'lsa p edi, L2 bo'lsa d edi. Demak, 3-chi elektronimiz uchun bu ham 0 ekan. Mana birinchi elektron uchun s bo'lgani uchun 0, ikkinchisi ham 0, uchinchisi 1 ga teng ekan. Magnit kvant son, ikki elektronimiz ham s qavatda joylashgani uchun, mana s orbitalda joylashgani uchun 0 qiymatini qabul qiladi. Bu ham. Keyingisi esa -1. Spin kvant sonlari yuqoriga qaraganlarga +1 taqsim 2 deymiz. Pastga qaraganiga -1 taqsim 2 deymiz va yuqoriga qarayapti, u ham +1 taqsim 2. Demak, galliy atomining valent elektronlari quyidagicha ekan. Keyingi masalamiz, ya'ni misolimiz, bosh kvant soni 3 ga teng, orbital kvant soni 2 ga teng, magnit kvant soni noma'lum x, spin kvant soni +1 taqsim 2. Ushbu elementdagi kvant sonlar yig'indisi 4,5 ga teng va shu noma'lum elementni aniqlashimiz kerak. Dastlab kvant sonlarni yig'indisidan foydalanib ml ni topib olamiz. Ya'ni 3 + 2 + x + 1 taqsim 2 ni yarim deb qabul qilsak, bu teng bo'lyapti 4,5 ga. Demak, 3 ga 2 5, 5,5 bo'lyapti. 5,5 + x teng 4,5 bo'lyapti. Endi 5,5 da barobardan bu yoqqa minus ishora bilan o'tkazamiz. Shunda -1 bo'ladi. 5,5 dan 4,5 ayirsak -1, x teng 1,5 ga. Demak, magnit kvant son qiymati -1 ga teng ekan. Boshladik. N 3 ga teng deyapti. Bundan bilishimiz mumkin. Demak, 3-davr elementi ekan. 3 L 2 ga teng degani uchun D element. Ml -1 deyapti. Endi shu jarayonda D qavat uchun elektronlarni chizib olamiz. D orbital uchun yacheykalarni chizib olamiz. Demak, 0, -1, -2, 1 va 2. Oxirgi elektronimiz deyap joylashsin mana bu yerda -1 da va yuqoriga qarab joylashsin deyapti. Demak, mana bu elektron to'lishdan oldin, undan oldin mana -2 da elektron joylashishi kerak. Demak, mana bu yerga 1, mana bu yerga 2. 3d2. Demak, elementimizning oxirgi elektroni D qavatda tugar ekan, 3d2 bo'ladigan bo'lsa, bu
titan elementi ekan demak. Titan. Keyingi masalamiz xrom atomning D qavatdagi elektronlari uchun kvant sonlarini toping deyapti. 4s2 3d4. Salgina bu yerda masalan noziklik joyi bor. Sababi elektron kuchi sizga o'tilgan. O'sha elektron kuchini hisobga olmaydigan bo'lsangiz, D qavatda elektronlar soni 4 ta deb olib ketib, xato qilishimiz mumkin. Bunda s orbitaldan D orbitalga bitta o'tadi. Natijada 4s1 va 3d1 holatga o'tadi. 3d5. Ya'ni D qavatda elektronlar uchun kvant sonlar degani uchun d5. Ya'ni 5 ta elektron uchun aniqlar ekanmiz. Demak, N, L, magnit kvant son va spin kvant son. Birinchi elektron uchun, ikkinchi elektron uchun, uchinchi elektron uchun, to'rtinchi elektron va beshinchi elektron. Xo'p, bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, shu yerga elektronlarni joylashtirib yozamiz. Demak, S qavat va D qavat. 4s 3d. D'da bitta bo'lyapti, S'da esa 5 ta. Nol, nol, minus 1, minus 2, 1, 2. Elektron konfiguratsiyaga mana elektronlarni D qavatga ham joylashtirib oldik. Savolda aytayapti, xrom atomning D qavatda elektronlari uchun kvant sonlarini toping deyapti. Shuning uchun faqat D ni olamiz, S'ni hisobga olmaymiz. Demak, birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi elektronlar ekan. Bularda beshalasi ham uchun ham bosh kvant soni 3 ga teng. 3, 3, 3 va 3. Bosh kvant sonini aniqlab oldik, orbital kvant soni. Orbital kvant soni hammasi D qavatda bo'lgani uchun 2 ga teng. Bu ham 2, 2, 2, 2 va 2. Magnit kvant sonidan boshlaymiz. O'zgarish boshlaydi. Birinchisi uchun -2, keyin -1, 0, 1, 2. Spin kvant soni. Spin kvant soni, endi hammasi e'tibor bersak, yuqoriga qaragan hammasi demak plus 1 taqsim 2 qiymat. Demak, xrom atomning D qavatdagi elektronlar uchun kvant sonlari shu tartibda aniqlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Boshqa masalalar ham shu tartibda yashashga harakat qilamiz.